Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim yo'nalishini tinglovchilari, men Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi professori, pedagogika fanlari doktori Jamilova Nargiza Nuritdinovna bo'laman. Shu bugundan boshlab men sizlarga mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi fanidan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazaman. Bugun biz siz bilan birinchi mavzuyimiz haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Hammangizga ma'lumki, biz maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassislarmiz va asosan maktabgacha ta'limga oid bo'lgan maktabgacha pedagogika va metodika fanlaridan o'zimiz ishlayotgan oliy o'quv yurtlarida dars o'tamiz. Ma'ruza, amaliy, seminar mashg'ulotlarimiz. Va bugungi birinchi mavzuyimiz maktabgacha ta'lim fanlarining maqsadi, vazifalari, predmeti va o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan. Nima uchun bu mavzuga to'xtalib o'tganmiz? Chunki biz maktabgacha turkum fanlarini o'qitadigan o'qituvchilar bo'lib hisoblanamiz. Bugun biz siz bilan quyidagi masalalarda fikr almashamiz. Demak, oliy ta'lim tashkilotlarida maktabgacha ta'lim fanlarining maqsadi, vazifalari, maktabgacha ta'lim fanlarining mazmuniga qo'yiladigan talablar va uni tanlab olish mezonlari, maktabgacha ta'lim fanlari talabalarning maxsus kompetensiyalarini shakllantiruvchi omil sifatida shu masalalarni o'rganib chiqamiz. Darsimizni boshlashdan oldin men sizni diqqatingizni maktabgacha metodika fanlarining asosiy kategoriyalariga qaratmoqchi edim. Chunki har bir fanni asosini asosiy tushunchalar tashkil etadi. Shuningdek, bu metodika fanlari bo'ladimi? Bu tasviriy faoliyat, bolalar jismoniy tarbiyasi, bu elementar matematika bilan tanishtirishmi, bu musiqa tarbiya metodikasi fanlari bo'ladimi? Hamma fanni asosida maktabgacha pedagogika fanining asosiy kategoriyalari turadi. E'tibor bersangiz, birinchi bo'lib shaxs tushunchasi turibdi. Nima uchun shaxs? Chunki ta'lim, tarbiya jarayonini asosiy obyekti, subyekti bu shaxsdir. Asosi shu. Chunki butun pedagogik jarayon shu shaxsga ta'lim, tarbiya berishga yo'naltirilgandir. Keyingisi ta'lim va tarbiya jarayoni. Shu yerda bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim-de, tarbiya birlamchimi, ta'lim birlamchimi, yoki ta'lim birlamchimi, yoki tarbiya birlamchimi? Shunday fikrlar tug'iladi-da. Men har doim aytamanki, ta'lim bilan tarbiya bu uchib ketayotgan qushning ikki qanoti. Agar qushning bitta qanoti shikastlansa, qush parvoz qila oladimi? Xuddi shuningdek, agar ta'lim, tarbiyada o'rtasiga uzviylik yo'qolsa, demak biz pedagogik jarayonni to'laqonli amalga oshira olmaymiz. Shuning uchun biz bolalarga doimiy ravishda ta'lim beramiz, bilimlarni beramiz va ularni amaliy jihatdan qo'llanilishi bu ularning tarbiyasida ko'rinadi. Keyingisi bu bilim. Demak, o'sha har bir talabamizga o'zimiz o'qiydigan metodika fanlari, pedagogika fanlaridagi asosiy tushunchalarni, ularni izohini berib boramiz. Chunki talaba har bir fanni o'ziga xos xususiyatlarini, qaysi tushunchalar atrofida rivojlanishini o'zlashtirib olishi muhimdir. Keyingisi bu ko'nikma asosiy kategoriyamiz. Demak, o'sha shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olishi qobiliyatidir. Biz agar oliy ta'limni, maktabgacha ta'lim yo'nalishini malaka talablariga e'tibor beradigan bo'lsak, u yerda belgilab berilgan talabalarni o'zlashtiradigan bilimlari, shakllantiriladigan, rivojlantiriladigan ko'nikma va malakalari. Keyingisi malaka, demak, muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli. Biz o'zimiz tarbiyalayotgan tarbiyachini, talabani ertaga pedagogik faoliyatga borganda jarayonni o'sha to'laqonli tashkil eta olishga o'rgatamiz. Bu yillar davomida ishlash asosida bu ko'nikmalar, o'zlashtirilgan ko'nikmalar malakaga aylanadi. Ya'ni doimiy ravishda
pedagogik jarayonni tashkil etish malakalari talabalarda rivojlantiriladi. Keyingisi bu ma'lumot. Demak, o'sha ta'lim, tarbiya natijasida talabada o'zlashtirilgan bir tizimlashtirilgan, yakuniga yetgan jarayonni natijasi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, oliy ta'lim pedagogika universiteti institutlarida bakalavr darajasini bitirgan talabalarimizga, misol uchun, maktabgacha ta'lim yo'nalishi tarbiyachisi degan diplom nusxasi beriladi. Demak, mana shu mutaxassislik bo'yicha demak talabamiz borib, oliy ma'lumotga ega talabamiz borib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurita boshlashadi. Va keyingisi rivojlanish. Endi shaxs bu ham fiziologik rivojlanish, ham intellektual rivojlanishni o'z ichiga oladi. Shaxs borki, tug'ilgandan to umrini oxirigacha rivojlanish bosqichlarini bosib o'tadi. Shaxs hech qachon to'xtab qolmaydi. To'g'ri, fiziologik rivojlanish davom etaveradi. Chunki tug'ilish bor, voyaga yetish davri va undan keyin yetuklik davri va asta-sekin o'sha qarilik davriga o'tadi. Fiziologik holat o'zgaradi va intellektual rivojlanishda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Intellektual rivojlanish ham asosan o'sha maktabgacha yosh davrida, o'rta yoshgacha bo'lgan davrda juda kuchli bo'ladi, chunki shaxsni bilishga bo'lgan qiziqishlari. Keyin u hamma shaxsda emas, ayrim shaxslarda, misol uchun, intellektual rivojlanish susayishi mumkin bo'ladi. Uning ruhiy holati, turli xil kasalliklarga bo'lgan moyilligi bilan nazarda tutiladi. Lekin biz esimizda turishi kerakki, maktabgacha pedagogika turkum fanlarni o'qishda bu rivojlanish sohasi uzluksiz davom etadi. Shaxsni ham fiziologik rivojlanishi, intellektual rivojlanishi, jismoniy rivojlanishi va ruhiy rivojlanishi doimiy ravishda takomillashib boradi. Biz siz bilan maktabgacha pedagogika turkum fanlarni o'qir ekanmiz. Biz umuman pedagogika atamasini yana bir eslab olishimiz kerak. Demak, pedagogika so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, bola yetaklayman degan ma'noni anglatadi. Bu degani esa o'sha bolaga, shaxsga ta'lim, tarbiya berish demakdir. Endi biz maktabgacha pedagogika fani bo'yicha mutaxassislar ekanmiz. Biz maktabgacha pedagogika o'zi nimani o'rganadi, uni obyekti nimadan ekanligini bilib olishimiz kerak. Demak, maktabgacha pedagogika maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim, tarbiya berish, ularni har tomonlama rivojlantirish, intellektual, jismoniy jihatdan rivojlantirish xususiyatlarini o'rganadigan fan bo'lib hisoblanadi. Va aynan tug'ilgandan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni ta'lim, tarbiya berish masalalari bilan shug'ullanadi. Biz o'quv faoliyatimizni umuman ta'lim, tarbiya berish jarayonini yagona pedagogik jarayon deb hisoblaymiz. Nima uchun bu jarayon? Chunki bu yerda maqsad bor. Maqsadni amalga oshirish yo'llari, metod usullari, vositalari mavjud va yakuniy natija bor. Shuning uchun bu pedagogik jarayon bo'ladi va pedagogik jarayon ishtirokchilari bor. Misol uchun oliy ta'limda bu professor o'qituvchilar, talabalar va ularning ota-onalari bu pedagogik jarayon ishtirokchilari hisoblanadi. Lekin ta'limiy jarayonda, o'quv faoliyatida, demak, o'qituvchi bilan, professor o'qituvchi bilan talaba o'rtasidagi o'quv faoliyati bu pedagogik jarayonni o'z ichiga oladi. Endi pedagogik jarayonni o'ziga xos xususiyatlari bor. Biz bularga e'tibor qaratishimiz va shu ketma-ketlik asosida bu pedagogik jarayonni amalga oshirishimiz kerak. Demak, o'sha ta'lim, tarbiya jarayonining asosiy xususiyati bu yagonaligi. Demak, to'g'ri, nima uchun bunga e'tibor beramiz? Chunki mana siz o'qiyotgan fan aynan
shu kurs uchun mo'ljallangan, shu semestrda o'qitiladi. Shu jihatlari. Keyingisi yaxlitlik asosida. Demak, bu yerda ta'lim, tarbiya va rivojlanishni yaxlitlik bir paytni o'zida amalga oshirishdi. Chunki biz o'quv faoliyatida ham ta'lim beramiz, buni orqasidan tarbiyalanadi va buni orqasidan talaba rivojlanadi. Chunki sifat jihatdan o'sish bo'ladi. Siz o'tayotgan fanlarni o'zlashtirish orqali. Shu jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Yana keyingi xususiyati bu pedagogik jarayonni aniq maqsadli tarkibiy qismga egaligi. Har bir pedagogik jarayon aniq maqsadga ega. Bizni yo'nalishimizni maqsadi nima? Demak, raqobatbardosh bo'lgan, bilimli, o'zida ko'nikma, malakalarni rivojlantirgan, maktabgacha ta'lim sohasida kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassisni tayyorlab berish. Hammamizni maqsadimiz bir. Chunki har bitta kirayotgan turli xil metodikalardan kirayotgan o'qituvchilarning ham maqsadi o'sha maktabgacha ta'lim yo'nalishiga oid bo'lgan turkum fanlarni o'qitishdan iborat bo'ladi. Mana shu jihatlariga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Keyingisi mazmunli tarkibiy qism. Albatta, chunki maktabgacha yuqorida ta'kidlab o'tdim, yana ta'kidlab o'taman. Maktabgacha pedagogika turkum fanlari. Har bir fanni o'ziga xos bo'lgan mazmuni, uni taqdim etish metodikasi mavjud. Shuning uchun biz yaxlit pedagogik jarayonda faoliyat yuritishimizdan qat'iy nazar, har bir fanda o'sha fanda qo'yilgan maqsadni, vazifalarni va mazmunni talabaga yetkazib berishimiz kerak. Va keyingisi, demak, natijali tarkibiy qism. Demak, pedagogik jarayonda yuqorida ham ta'kidlab o'tgan edim, pedagogik jarayonda natija bo'lishi kerak. Chunki natijamiz qayerda, nima bilan ko'rinadi? Biz o'qitayotgan fanni talaba tomonidan o'zlashtirilishida, fanning samaradorligida ko'rinadi. Chunki har bir o'qitilayotgan faningiz, demak, talabalarni bilimini baholash orqali uning samaradorlik darajasi aniqlanib boradi. Shuning uchun natijaviy tarkibiy qism ham bu jihatda juda muhimdir. Endi shu bolani ta'lim tarbiyasida asosiy e'tiborni biz unga rivojlanishiga, ta'lim tarbiya olishiga ta'sir etuvchi omillarga bog'laymiz. Omillarga nimalar kiradi? Birinchi omil shaxsning rivojlanishiga, bu irsiyat. Birinchisi irsiyat, ikkinchisi ta'lim tarbiya jarayoni va uchinchisi ijtimoiy muhit. To'g'ri, irsiyat bilan nima uchun biz bog'laymiz? Ma'lum bir kasblarga, kasb-hunarga bo'lgan iqtidorni bilimga olishga yoki ijodiy istidodi borligiga qarab, biror bir narsaga layoqati boshqalarga qaraganda kuchli ekanligiga qarab, biror bir qobiliyatlar unda yaxshi rivojlanganligiga qarab biz aytishimiz mumkinki, albatta shaxsning rivojlanishida irsiyat muhim rol tutgan. Shuning uchun haligi shunda o'ziga xos kasblar bor, ijod bilan bog'liq, san'at bilan bog'liq kasblarimiz bor. Mana bu yerda ham o'sha irsiy omillar o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Keyingisi ta'lim tarbiya jarayoni. Shaxs ta'lim tarbiya jarayonida tarbiyalanadi, bilim oladi va rivojlantiriladi. Va o'sha pedagogik jarayonni, o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasini, maktablarda umumta'lim maktablari jamoasi, oliy o'quv yurtlarida o'sha pedagog professor o'qituvchilarni jamoasi, demak, talabasiga, o'zini obyektiga ta'lim tarbiya berish bilan shug'ullanadi va ta'sir ko'rsata oladi. Va uchinchisi bu o'sha ijtimoiy muhit. Shaxs ijtimoiy hayotda shakllanadi, rivojlanadi. Ta'lim tarbiya berish jarayoni bilan birga u ijtimoiy hayotga ham moslashadi. Endi yana bitta narsaga aytishim kerak shu yerda,
shaxsni rivojlanishida o'sha pedagogik ta'sir etish usullarini qo'llash ham muhimdir. Demak, o'qituvchi tomonidan qanday ta'sir etish usullaridan, ta'lim tarbiya berish vositalaridan foydalanilyapti. Shularni mohirona foydalana olishi ham ertaga shaxsni o'sha o'zimiz o'qitayotgan talabani kasbi bo'yicha mutaxassislikka tayyorlash imkoniyatini beradi. Har bir fanni o'qitishda hozirgi vaqtda bir qancha yondashuvlardan foydalanamiz. Birinchi yondashuvimiz bu ta'lim tarbiya jarayoniga tizimli yondashuv bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi yondashuvimiz bu modelli o'qitish yondashuvi bo'lib hisoblanadi. Uchinchisi bu innovatsion yondashuv bo'lib hisoblanadi va to'rtinchisi shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. Shu yondashuvlar asosida hozirgi paytda pedagogik jarayon tashkil etiladi. Ta'limiy faoliyat tashkil etib boriladi. Endi pedagogik o'sha yagona pedagogik jarayonni amalga oshirishda biz bir qancha tamoyillarga rioya qilishimiz muhimdir. Demak, o'sha pedagogik jarayonning maqsadga yo'naltirilganligi, ta'lim va tarbiya mazmunining ilmiyligi, ta'lim oluvchining yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish, tushunarlilik, tizimlilik, ketma-ketlilik, onglilik, faollik, ko'rgazmalilik va boshqalar. Juda ko'p tamoyillarimiz bor. Biz hamma maktabgacha pedagogika turkum fanlarini o'qitishda bu tamoyillardan o'zimizni faoliyatimizda foydalanamiz. Endi bugungi kunda o'qituvchi tomonidan pedagogik jarayonni tashkil etishda, o'z o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda u bir qancha me'yoriy hujjatlarga o'zlashtirgan bo'lishi, bilishi lozim. Birinchi bo'lib bu o'quv va ishchi dasturlari, o'zi o'qitadigan fan bo'yicha. Chunki u yerda o'sha oliy ta'limda maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavr tayyorlashga qo'yilganda talablar asosida demak fan dasturlari ishlab chiqaradi. Fan dasturlari asosida silabuslar, ishchi o'quv rejalari tayyorlanadi. Ishchi o'quv rejalar asosida tavqimiy mavzuviy rejalar tayyorlanadi. Demak, o'sha hafta mobaynida talabaga o'qitiladigan mavzular alohida belgilab qo'yiladi. Ular asosida ma'ruza, seminar, amaliy mashg'ulotlari va mustaqil ta'lim topshiriqlari tayyorlanadi. Undan keyin asosiy va qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati taqdim etiladi. Mavzu bo'yicha taqdimotlar tayyorlanadi va mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha tashkiliy ko'rsatmalar ham tayyorlanib boriladi. Bu o'qituvchi uchun zarur bo'lgan me'yoriy hujjatlar har bir o'qituvchi mana yuqorida qayd etib borgan me'yoriy hujjatlar asosida o'z faoliyatini olib borishi lozim.